Assalomu alaykum. Всем добрый вечер. Так, shu kunga olib qolingan Cobalt hamma detalli kraskalandi. Parogi bilan, stoykalari bilan, sideniya splashnoy yuvilgan, ustiga yangi chexol taqilgan, gilam yechilgan, yuvilgan. Orqa tomoni loy bo'lib ketgan ekan, полностью tozalab, to'g'irlab, joy-joyiga qo'yildi. Kstati ham sambufergacha mana karpetim bor, yopishtirib olib, hamma musor mashinadan tushayotgan ekan. Argalitidan. Qo'ldan kelgancha заводской qilib chiqarib berildi. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Keyingi mashinalar anaqa dinozavr mashina tashab ketishgan. Buni ham oxirgi martalab o'zim tozalaganim. Buni ham такой juda ham мелочный ishi bor, shuni tark etgan tegini zaslonкani ko'rib berish kerak ekan. Charchamanglar, salomat bo'lasiz, xizmatli bo'lsa bemalol aloqadamiz.